Ko'p mijozlarimiz e'tiroz bildirishyapti. Sizlar doim orqada 2 kishi ketadi deysizlar, lekin haydovchi orqaga 3 kishi oldi. Bu nimasi? Keling, bu holat haqida batafsil tushuntiraman. Faqatgina ikkita holatda orqa o'rindiqda 3 kishi ketishi mumkin. Birinchisi, haydovchini Rizo Govdan tashqari mijozi bo'lsa, ya'ni u mijozlarni Telegramdan oladimi, Petagrammi yoki tanishimi farqi yo'q. 3 ta o'z mijozlarini orqa o'rindiqqa o'tkazadi va Rizo Govdan oldi o'rindiq uchun bitta mijoz oladi. Agar barcha mijozlarni Rizo Govdan olsa, orqa o'rindiqda aniq 2 kishi ketadi. Bu tomondan ko'nglingiz to'q bo'lsin. Ikkinchi sababi, mijoz bo'sh mashina buyurtma qilgan bo'lsa, ya'ni oilaviy holatda orqa o'rindiqda 3 kishi ketishi mumkin. Bu holatda haydovchi e'tiroz bildirmaydi. Agar haydovchi barcha mijozlarni Rizo Govdan olgan bo'lsa-yu, orqa o'rindiqda 3 kishi ketadigan bo'lsa, bu holat haqida darhol bizga xabar bering. Instagramdanmi yoki dastur orqalimi farqi yo'q. Biz buni darhol chorasini ko'ramiz. Rizo Gov mijozlarni maksimal qulayligi uchun xizmat qilishdan charchamaymiz. Salomat bo'ling.